Diqqat aholiga tezkor xabar. 1 avgustdan O'zbekistonda bir qator muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Bugun shu haqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 1 avgustdan O'zbekistonda hayotimizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir qator yangi qoidalar amal qila boshlaydi. Avtomobillar, kreditlar, jarima maydonchalari, gaz ta'minoti va yana boshqa sohalarda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Hozir bilib olasiz. Iltimos videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar mamlakatimizdagi eng muhim va ishonchli yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling. 2026-yil 1 avgustdan boshlab O'zbekistonda bir qator yangi qonun va tartiblar kuchga kiradi. Jumladan, Trade-in dasturi orqali eski avtomobilni topshirib, yangi mashina sotib olganlarga avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi. Jarima maydonchasidan avtomobilni olib chiqish uchun esa QR kodli elektron ruxsatnoma tizimi joriy etiladi. Fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda mehnat nizolariga ixtisoslashgan sudyalar faoliyat boshlaydi. Soliq organlari ishi ham yangi tizim asosida baholanadi. Endi soliq to'lovchilar xizmatlar sifati va qulayligiga qarab soliqchilar faoliyatini baholash imkoniga ega bo'lishadi. Parrandachilik sohasida ham yangi loyihalar uchun 10 yilgacha muddatli 10% imtiyozli kreditlar ajratiladi. Shuningdek, tashabbusli byudjet loyihalarida deputatlarning qo'shimcha g'olib loyihalarni tanlash vakolatlari kengaytiriladi. Ayrim kamyob yovvoyi hayvonlarni ovlashga vaqtinchalik taqiq joriy etiladi. Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qoidalari buzilgan haqida foto yoki video bilan xabar bergan fuqarolarga pul mukofoti beriladi. Yana bir muhim yangilik: Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlaridagi issiqxonalarga tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatiladi. Bundan tashqari, baliqchilik sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlarga kreditlar bo'yicha kompensatsiya va davlat kafolati kabi qator imtiyozlar taqdim etiladi. Shu bilan xabarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videoni yaqinlaringiz bilan ulashing, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.